ko'pchilik so'rabdi, sizlarda qanaqa assortimentlar bor deb. Bizda assortimentlar zo'rlar bor, ko'ramiz. Xo'p. G8, ya'ni 9 o'rindiqli oilaviy crossover. T9 avtomobilimiz pikap hisoblanadi. 5 o'rindiqli bir tonaga yuk oladi. G7 emas, 5 o'rindiqli sedan, liftbekli, juda ham chiroyli avtomobil. Xo'p, Sunray, ya'ni 16 o'rindiqli yo'lovchi tashuvchi avtomobil. Xo'p, 2,5 tonnalik X avtomobilimiz. Xo'p, M3 avtomobilimiz bunisi shofyor bilan 9 o'rindiqli hisoblanadi. Bu ham mikroavtobus, minivan. Xo'p, minivanlarimiz yana xo'p G7 qora va oq. Xo'p, keyin ko'ramiz mana GS6 bunisi, ya'ni mana buni bu ukasi. Akasi, lekin bu 5 o'rindiqli. To'g'ri. Bu birinchi chiqqan bundan. Xo'p, keyin M4'imiz mikroavtobus, ya'ni minivan yoki minivan. Bu B kategoriya bilan bu ham ketaveradi. Bu ham 9 o'rindiqli hisoblanadi. Shofyor akalarimiz bularda juda ham sharoitlarini va yumshoqliklarini tan olgan. Bunisi RF8 avtomobilimiz, biznesmen akalarimiz yoki oila uchun olib ham qo'yishyapti. Keyin buni olganlar albatta rahmatini aytyapti, chunki 423 millionga bunday kapitanistligini va bunday sharoiti bor avtomobillar kamdan kam, to'g'risi. Xo'p, sizga qaysi turdagi avtomobillar kerak bo'lsa, mana bir qator ko'rsataman. Qaysi turdagi avtomobillar kerak bo'lsa, bemalol Xo'jadan profiliga obuna bo'lib, bemalol telefon qilasiz yoki-da direct yo'lsiz. Bemalol sizga ma'lumotlar berib o'taman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rishamiz.